Tabiatni asrash bu oddiy ish emas. Bu fidoyilik, sabr va yillar davomida shakllangan sadoqatdir. Yurtimizda shunday insonlar borki, ular butun umrini tabiatga bag'ishlagan. Bugungi qahramonimiz ham Kattaqo'rg'on tuman o'rmon xo'jaligida 50 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan o'rmon xodimi Avaz aka bo'ladilar. Men o'zim o'rmoncha oilasi tug'ilib katta bo'lganman. Otam rahmatli bir ketmoqda 4-5 pisani tashlab ketaveraydim. Mana shu pistalar hosilga kirib, hosil beryapti. Shu tomonga hisobga olib turib, o'rmonchi bo'laman deb niyat qilman. Tabiatga qilingan yaxshilik insonning o'ziga qaytadi. Ko'p yillik tajriba insonni nafaqat kasbiy, balki insoniy jihatdan ham shakllantiradi. Jamoada nafaqat tajribali mutaxassis, balki yoshlar uchun ustoz va yo'l ko'rsatuvchi sifatida ham qadrlanadi. Hamma shogirdlarim har tomonlama e'tiborda, ajralib chiqqan o'rmon xo'jaligida shogirdlarim ham ishi yaxshi borsin, harakatchan o'zimday. Yillar davomida tabiat bilan yonma-yon ishlagan inson uni boshqalardan ko'ra chuqurroq his qiladi. Avaz aka ham o'z faoliyati davomida ko'plab o'zgarishlarga guvoh bo'lgan. Ko'chatxona qilishdan oldin yerlar tanlash, ikkinchi navbatda yer tayyor bo'lgandan keyin yerdan oldin urug'lar tayyorlashimiz, noyob ko'chatlarni ekishga tayyorlashimiz, turma-tur xilma-xil qilib, ekilayotgan novdalar sifatli bo'lsin deyman. Tabiatni muhofaza qilish ba'zan xavf va katta mas'uliyat bilan bog'liq. Har bir qaror ortida tajriba va jasorat yotadi, ammo aynan shu sinovlar insonni chiniqtiradi. Yo'qolib borayotgan chinar urug'larni tayyorlab qo'yibman. Eski daraxtlar turlarini yana qaytarib, ko'kartirib, ko'chat qilib, o'zimiz xo'jalikka, viloyatimiz, tumanlarimiz nimasiga yetkazib beramiz. Avaz aka uchun tabiat shunchaki muhit emas, balki hayotning o'zi. Va albatta bu yo'lning eng muhim savoli kelajak. Men yoshligimdan shu mehnatga o'rganganman-da, harakatda bo'lganman. O'qib yurganlarimda o'qishdan tashqari borib qishloqlarga borib turib ish qilib kelaydim. Bu mehnat orqasida manakay bolalarni uylantirdik, to'ylar qo'yapmiz. Shu mehnat orqasidan katta obro'lar oladi, baraka topadi. Ketmonni qo'limga ushlamasam, mazam qochaveradi. Ketmonni ko'tarib dalada yuraman. Mehnat harakat olib keladi, odamga bardamlik beradi. Har tomonlama sharoit. Bitta daraxt kesishdan oldin yuragim urmaydi. Kesishga norozilik qilaman-da. Avaz aka kabi insonlarning fidoyiligi tufayli bugun biz yashil hududlar, toza havo va tabiat ne'matlaridan bahramand bo'lib kelmoqdamiz. Tabiatni asrash bu faqat bir kasb emas, bu barchamizning umumiy mas'uliyatimizdir.